Barchaga xayrli kun. Bugun emlash kuni edi. Shuning uchun Danielni bog'chadan olib, ertalabki ishlarimizni tugatib, poliklinikaga yo'l oldik. Shunaqa apparatdan suv ham sotib oldik. Ertalab nonushta qilmagan edik. Uyimizni oldidan shunaqa kichkina, shinamgina, chiroyligina kafe ochilgan ekan. Shu yerda ovqatlanishga qaror qildik. Ular bilan tanishib olib, zakazlarni berdik. Diyorani ham qornini to'g'izdik. Kichkina bo'lsa ham shunaqa hammaga qulay sharoitlar qilib qo'yishibdi. Daniel juda xursand, choyga ham 5 baho berdi. Qizimiz Diyorani birinchi marta kafega olib keldik, 4 oylik paytida. Rolimiz keldi, tatib ko'rdik. Ovqatlanib bo'lib, poliklinikaga yo'l oldik. Bolalar shunaqa qalin kiyinib, tepalikdan sirpanishyapti ekan. Ularni ko'rib, men ham yosh davrlarim esimga tushdi. Poliklinikaga kirdik. U yerdagi emlash prosesslarini o'rgandim, lekin internet tarmoqlariga yuklanish mumkin emas ekan. Uyga kelib, biroz dam olib, fotosessiyamizni ham boshlab yubordik. Qizimizni 4 oylik rasmini hali olmagan edik. Daniel uyda bog'chada o'rgangan mashqlarni ko'rsatib beryapti va biz uni juda ham maqtayapmiz. Это какой ты большой молодец. Bugungi kunimiz ham shunaqa ajoyib kulgi notasida tugadi. Bolalarni uxlashga yotqizdik. Biz kanalimizni yaqinda ochdik va tanishga ham hali ulgurganimiz yo'q. Shuning uchun kim qayerdan va qanaqa vloglar olishimizni xohlaysiz, yozib qoldiring.